Xitay xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga zo'r kuch sarf qilmoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu nomussiz tajovuzchilar 40 qarindishimizni Uyg'urni Xitoyga qaytargandan keyin ham Xitoylar jiddiy shaklda foydalanyapti buni ta'til tashviqoti uchun o'zining yolg'on ko'z bo'yamchiligini jiddiy shaklda hamma yerda tarqatib buni foydalanyapti. Hem bu facia yüz bergandikini albatta Tayland dairələri bütün xalqaro cəmiyyətin zor besimiga uçurawatıdı və Tayland dairələri payıftek bulup bir yerdə özünü aqlaş üçün, qılğan bu xatalıqını aqlaş üçün hazırlıq gələcək davamlaşıyotu dəmdi, yalğan, hətta bizim vətəni berib gəldi, günlük xəbərimizdə təfsili alətdə. Bədi qamdı, hər ikisi cinayətini aqlaş üçün, özünün qılğan cinayətini aqlaş üçün tirişanlıq göstərdi. Bu şunun cümləsindən bir Tayland muavin baş ministri ve müdafiə ministri Phumtham Wechayachai, Adliya ministri Tavi Sotsong ve bir kısım hərbi əməldarlar ötken ayda Xitayga tapşırıb verilən Uyğurların əhvalını gözləş üçün 18 martdan başlayıb 3 günlük ziyaret qıldı hamala məlum bolğandək. Bunu mu Xitay təcavüzçiləri biz ötken haftalık xəbərimizdə biraz toxtalğandıq. Maşın röyünün ki bu həyət bilen Tayland ömeki bilen körüşkəndəki qılğan numussiz sözleri özünün saxta təşviqatını bazarıq sürüş üçün nemələr digərləkini bu xəbərdən körüb alalayımız. Maşın röy Tayland əməldarlarını kütüb elib 19 martda ziyaretçilərə nəmə digəndə Şərq Türkistanın növbətdəki vəziyyətini tarix, millət, din, iqtisad, cəmiyyət əhvalı qarıda əlaqədar bütünlə yalğan bayanlar bilen tunuşturdu. O sözü de numussuzlarca biz xalqның yaşaş huquqi, taraqqiyat huquqini en muhim asasi kişilik huquq qilib, Şinjandagi har millat xalqning iqtisod, jamiyat, madaniyat va fuqarolik huquqi hem siyasi huquqdan to'liq bahramand bo'lishini qonun bo'yicha kafolatlantirib, fuqarolarning qonunlik huquq manfaatini bütün kuchimiz bilan qo'g'didik degan shaklda yuqoridagi mashhurlikniki ikki taraf ko'rishgan yig'inda bu səfsətlərini bildirildi. O yana Şərq Türkistan'da irqi qırğınçılıq, məcburi əmgəki seliş qatarlıqlarının mövcud əməsliki Amerika qatarlıq Qərb əllərinin pitini iğvat oqub, Xitayının tərəqqiyatını tosuşqa urunğanlığını bu görüşdə Tayland dairələrə bu haqda söz qıldı. Bu quruq gəpni, bu səfsətini bazaraq saldı dəmdi Xitay. Xəbərdə Phumtham Wechayachai Tayland bilan Xitayning yaxşı qo'shni, yaxshi qarindosh do'stlardan ekanligi, bu qatimliq ziyoratda xalqning baxtli yashayotganligini ko'rganligi, Xitoyning Sharq Turkistonda boshqarish tajribalarini o'rnak qilishni umid qilganligini Phumtham Wechayachai bu darajada ahmoqlarcha bildirildi. Xuddi ilgirki qandaq Xitoy so'rab kelgan o'maklar, ziyorat o'maklari mayli islom dunyosidan bo'lsin, kasa o'xshash gapni qildik. Voy biz hayron qoldik Xitoyning bu yerdagi taraqqiyotlardan, bu yerdagi erkinlikdan. Quruq səfsətini satıdı o. O'xshash satdı bular hamda. Bütünlay ikkisininki aslidillam uzun vaqtdan buyon ishbirlik qilib turib, birlashib turib, butun dunyoni, hatto Tayland xalqini, xalqarani qandaq oldiganligini butun dunyo ko'rdi hamda. Biz qaytarmaymiz deb turib, xalqarani qandaq oldi etganligini. Albatta bu nurg'un ayıplaşlama yuqorida xabarning beshi degandek Tayland dairələrə başdan tatib, hattoki Taylandning o'zininki parlamentdagi boshqa partiyalarni uqmaydigan darajada maxfiy elib borgan bu ishni. Tayland parlamenti a'zosi hukumatni Uyg'urlarni Xitoyga qaytarganlik uchun Tayland parlamentida bu 24 mart Tayland parlamentida elib berilgan münazirada qattiq ayıpladı. Bu sözler mesela Tayland'ın Adil Partisi'nin a'zosi Kannavi Subsiong 24 martda qilgan sözde. Çünkü hazırgacha hatta xalqarалық jazoga uchirdi. Amerika masalan bütün hozirgi mavjud amaldorlar bu jinoyatga qatnashgan va ilgirki amaldorlarni tatib hammasini bu Uyg'urlarni qaytarishga qo'li bor hammasini viz cheklamiz qo'ydi. Va boshqa nurg'un iqtisodiy ziyonga uchraydiganligini mesela Adil Partisininki a'zosi bu söz qilib nimada
40 Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarib berganligini va allaburun elib bo'lgan qarorni matbuot va jamoatlardan yushirganligini qattiq aybladi. Ya bu darajada sen bu hem özümüzün xalqini hem dünyani aldamsan deb. Tayland Dünya Xabarlar To'rining 25 martdagi xabardimi? Mushu Kannavi bu meclis söz qilgan Kannavi Taylandning bu qaytirish qarorining davlatni cho'ng tanqislikda qo'yganligi, boshqa davlatlarning mushu ishdan foydalanib Taylandga savdo va tamojni bejini o'z ichiga olgan har xil besimlarni ishiltirganligini o'ttirg'a qo'ydi. Hatto ayol bosh minister Xi Jinping bilan ko'rishib kelgan. O sözüde yana baş minister Pitong Tarin hükümetinin bu işini bir taraf qilish jarayonining bir kino qilib ishlanishga bo'ldigan arziydiganligini, baş minister Adliya, Mudofaa va Tashqi ishlar ministrlarining bosh rol elishi hamda kinoga 73 kunlik yolg'onchilik deb ism qo'yish kerakligini so'zladi. Shu darajada. Haqiqatan ishlasa kino ishlasa, kino bo'ladigan darajada hamda. Yani 73 kun bo'yicha butunlay Taylandning mishadagi Uyg'ur faoliyatchilarining konsulxonasi bo'lgan ziyoratlarda qarab bakaylı. Biz öz vaqtida berdik-ku. Tabi bevosita tashqi ishlar ministrligining so'zini yetkazdi hattoki Turkiyadagi jamiyat mas'ullariga. Voy biz undaq bizning kun tartibimizda undaq masala yo'q, bizning qaytirish masalasi yo'q deb hatto Mudofaa ministrimi Vichayachay, Pumtam Vichayachay. Shumi undan nas yo'q deblamay beziribli turdiqamdi. Aşı derecede aldamçılıkta hem de Kannavi yana muavin tashqi ishlar ministri Pumtam Vichayachayning Uyg'urlarni qaytirish qarori elinib bo'lganligini bilib turibmi, yana axborot va tashkilotlarga Tayland hukumatining taraf tutmaydiganligida biz taraf tutmaymiz u dedi hamda. Yolg'on so'zlarni qilganligini ayblab, siz nurg'un qatim taraf tutib kelganligingizni bilamiz, ammo bu qatim siz xato tarafni tanladingiz deb Pumtam Vichayachayni qattiq aybladi hamda so'zdi. Demek bu yığında yana Adliya ministri bu qatim Sharq Turkistonga borgan, ziyoratga borgan Adliya ministrimi bu ayıplaşlarni oldida so'z qilib, o'zini aqlab, voy biz shundaq, yani Adliya ministrining qilgan so'zimi tabiiy so'ng so'z qilib, va biz davlatimizga qonunsiz kirdi, Xitoyga qaytishni o'zlari talab qildi deb Uyg'urlar uchun. Yana ashundaq bezirib yolg'on gapni majlisda ularning qo'lda hech qanday panoh talab qilgan pakit bo'lmaganlik uchun davlatning manfaatini ko'zlab biz yo'lladik. U bu deb o'zini aqlashga tirishdi. Demak, bu darajada ham Xitoy ham har ikkilisi Uyg'urlarni vatanga qaytirib ketgan nomussiz Xitoy tajovuzchilari ularni axborotlarni chiqarib, hatto uyda rohat yashayotdi deb nomussizlarcha uni bozorga soladi. Mala bo'lsa o'zining qilgan jinoyatini aqlash uchun bu shaklda ko'z bo'yamchilik qilishga davom qilyapti.